Tog'li hudud G'azalkent GESini yonginasida 6 sotuv maydonga ega tayyor xonadonimizni sizlarning e'tiboringizga havola etamiz. G'azalkent GESidan, ya'ni suv omboridan 150 metr masofada, Chimboliq qishlog'ida, tog'li hudud kurortli zonada joylashgan ushbu obyektimizning umumiy maydoni 6 sotuv, kadastri bo'yicha fasadlariga to'xtaladigan bo'lsa, standart 20 ga 30 metrni tashkil etadi. Xonadonimiz 2016-yil politsiya pishug'ishdan solingan, yashash maydoni 300 kvadrat, 5 ta xona, 3 ta yotoqxona, 2 ta sanuzel, radiator, отопительный sistemalari qilingan o'rtoqlar, high-tech formatida remont ta'mirlangan, 10 ta mashinaga mo'ljallangan vezimiz o'zini naveslariga ega o'rtoqlar, tapchanli zona, yozgi oshxonaga hududlarimiz va приdomовая territoriyasi ham mavjud. O'zini shikarniy vidiga, раздвижной panorama oynalariga ega bo'lgan zimniy va letniy basseynimiz kombinirованный qilingan, o'zini filtrlari yer to'lida joylashgan, saunasiga ega, sanuzellari qilingan, bu yerda ko'rib turibsizlar, yashil hududlarimiz mavjud. Umumiy narxiga to'xtaladigan bo'lsa, ushbu kurortning obyektimizning 135 ming AQSh dollari belgilandi. Yana sunnatga muvofiq kelishiladigan joy bor, ya'ni sotiga 22.500 AQSh dollari to'g'ri kelyapti. Batafsil ma'lumot uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling.